qarab olayım. Ha. Chunki mana bu shoxchalarning har bittasi ilon bo'lib chiqishi ham mumkin. Ha. Ilonni rangi ham xuddi mana shunga o'xshab ketadi-da. Odam qo'rqadi. Avval ehtiyot yuzasidan qarab olayım. Qarang. Mana archani ko'ryapsizlar. Ha. Toshni yorib, Ha. yaqinroq kelib olsangiz ham bo'ladi. Toshni yorib, toshni orasini ko'karib chiqqan. Mana ol. Bir narsa shitir deyapti. Kalta ketsak. Agama ketdi, orqaga o'tib ketdi. O'zalar. Mana qo'liqmaymiz. Ana, tushib ketdi agama. Mayli nima qilsa qilar. Yo, uni ushlash kerak. U sehr jodini ochadi. Eng muhimi u bizdan qo'rqyapti u. Ha. Maxluq keldi deb, bizni maxluq keldi deb, oraga kirib ketdi. Xullas, mana Allohning mo'jizasini qarang. Toshni yorib, toshni orasidan chiqqan archa. Bu archani yoshi haqida hech narsa deyish qiyin. Shunday. 200 yillikmi, 400 yillikmi? Shunday. Bu toshni orasidan shuncha hajmda olish uchun bilmadim nechta asr o'tish kerak. Necha asr o'tgan. Keling yaqinroqdan kelib oling mana bu toshni yorib o'tgan joylarni. Mana orqasida ham tomiri bor. Mana bu tomirni ko'rsating. Hmm. Mana qarang qanday toshni yorib chiqqan mana. Toshni yorib ko'kargan, buni endi hajmini bu toshni yorguncha necha yil o'tib ketgan. Shunday. Necha yil Mana davomida tomir. o'tib ketgan bu. Agama kalta ketsakda